Assalomu alaykum, Bau kompaniyasining hurmatli obunachilari. Ko'pchilikni qiynab kelayotgan, qiziqtirayotgan savollarga bugun mana shu videoda javob olishlaringiz mumkin. Ya'ni mana bu drabelkalarni ishlashini, hajmini, farqini sizlarga ko'rsatib beramiz. Albatta mutaxassisimiz to'liq ma'lumotlarni sizlarga ulashadilar. Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Bau kompaniyamizga ikki xil turdagi universal drabelkalarimiz yetib kelgan. Buni ko'pchilik chorva ishqibozlari almashtirib qo'yishyapti. Rasmda, telefonda bu bilan bu narsa bir xil ko'rinadi. Mana ko'rib turibsizlar. Ko'rib turishingiz mumkin. Buni hajmida farqi bor. Kubasida ham farqi bor. Kilolarida ham polni ko'rib o'tishingiz mumkin. Birma-bir hozir katta bilan kichkinani farqlarini tanishtirib o'taman. Mana bu kattasidan hozir boshlaymiz. Ikkalasining narxida ham farqi bor. Buni ham aytib o'tamiz. Mana modeli. Kattasini modeli mana 500 ga 30 bo'ladi. Bu 30 degani eniga 30 sm setka tushadi mana. Ko'rib o'tishingiz mumkin. 6 xil setkalari bo'ladi. Don uchun, hashay uchun va eng kerakligi hozir mana ko'k o'tlar mavsumi. Ho'l o'tni ham bemalol chiqaraveradi bu narsamiz. O'ylanmasdan bemalol bu tarafdan ho'l poyalarni ham solib chorvachilikka berish mumkin bo'ladi. Bu tarafdan jo'xori sotasi bilan ham makka bug'doyni solsa, mana bu eng tagidan tushirib beradi. Universal drabelka kattasi. Endi buni ichki qismlariga o'tamiz. Ichki qismlari asosiy qismlari mana o'zi ho'l poyani list turibdi ekan. Bunda teshik bo'lmaydi hech qanaqa. Tekis list bo'ladi. Chopadi, mayin qilib, silos qilib nariyadan chiqarib yuboradi. Agar mana bu list bo'lmasa, sotalarni solganingizda pastga qarab tushadi. Pastga qarab tushadi. Aha, tushunarli. Bu kattasini qatori 1 2 3 4 5 hashay maydalaydigani bilan 6 qator bo'ladi. Juda ham original pichoqlar, kalyonli, qattiq material bo'ladi va mana malotovlari ham don uchun bo'ladi mana. Bu tarafida 2 qatordan, bu qatorda bitta qatordan bo'ladi. Bunisi 6 qator bo'ladi bunisi bilan va maslinli pachimliklar bilan jihozlangan bo'ladi tashqi tomonida. Ichki tomonida changdan uzoqroq masofada bo'ladi bu. Ichki tomonida bo'lmaydi va ikkita remi orqali harakatlanadi, motoriga yetib keladi. Motor qismlariga tushuntiradigan bo'lsak, motor qismlari toza 4 kilovat bo'ladi. Uzun motor, ichi ham 4 kilovat. 4 burchak fasonli bo'ladi. Mana uy to'kka bemalol ishlaveradi, ya'ni 220. Shunaqa 32 amperli avtomatlar bilan jihozlangan. Xavfsizlik avtomati, yosh bolalar bo'y yetmaydigan teparoqqa misol uchun montaj qilib qo'yishinglar ham mumkin bo'laveradi. Bemalol ishlaveradi. Bu motorimiz 3000 оборот alyumin odmotkali bo'ladi. Sababi 200 yaqin to'klar bo'lsa ham, sal pastroq to'klar bo'lsa ham bu bemalol ishlatib, buni ichidagi hashay mahsulotlarni, don mahsulotlarni aylantirib chiqarishga kuchi yetadi buni. Endi aka, shu yerda bitta savol, alyumin odmotkani afzallik tarafi kam tokda ham ishlab beradi. Xizmat qilishi bo'ladi va necha tokka ishlatib foydalanganingiz mana bu sensordan ko'rsatib turadi. Hozir video davomida ishlatib tekshirib beramiz. Nari endi kichkinasini bir qator farqini ko'ramiz. Bu kattasini modeli 500 ga 30 model deyiladi. Yana bir qator takrorlab qo'yapman. Endi bunisi 500 ga 24. Ya'ni eniga taxminan 24 sm. Bunisiniki 30 sm, bunisiniki 24 sm. Eni. Hajm. Va 88 kilo. Unisiniki 101 kilo esti. Bunisini og'irligi 88 kg. 8 kilo bo'lyapti. Bunda ham xuddi shu holat. Bu tarafdan ho'l va quruq hashay mahsulotlar soladi. Ho'lni bu yerdan otib beradi. Agar quruq mayin somonlar kerak bo'lsa, kombayn Jaguar qilib mana bu yerdan mayin qilib otib beradi.
don mahsulotlarini eng tagidan tushirib beradi. Mahsulotlar soladi, xo'lni bu yerdan otib beradi. Agar quruq, mayin somonlar kerak bo'lsa, kombayn Jaguar qilib mana bu yerdan mayin qilib otib beradi. Don mahsulotlarini eng tagidan tushirib beradi. Yorma ko'rinishda, shakar ko'rinishda qilib beradi. Mana o'zini setkalari. Aka, mana bu setkaga e'tibor qilinglar. Buni setkasi yana ham maydaroq ekan. E'tibor qiling. Yana ham maydaroq, mana teshigi bir xilda, mana katta kichikligi setkasidan ham ajratsanglar ham bo'ladi. Bunisi eniga 24 sm chiqadi. Bunisi esa 30 sm eniga kattaniki. Mana bu setkadan kipaydek bo'lib chiqadi-da, to'g'rimi? Juda ham mayda bo'lib chiqadi. Mayin qilib beradi. Sizlar juda ham mayin bo'lib chiqadi. Bu endi bu sizlarga variant, ya'ni variantlarni ko'rsatyapmiz sizlarga, takliflarni. Ikkalasini ham vazifasi bir xil, faqat ob'yomida farqi bor. Sohatiga 300 kilo don maydalasa, kattasi esa 500 kilo donlarni jo'xori so'talarda ham maydalab beradi. Lekin motor bir xil. Motorlari hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Bu ham 4 kilovat, bu ham 4 kilovat. Buni ham ko'rsatib o'tamiz motorlarini mana. Motorlari xuddi shu holat. Yangi fason, 4 burchak fasonda bo'ladi. Toza 4 kilovat uzun motordan bo'ladi. Nagruzkaga chidamli bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Mana 3000 оборот va necha tok ishlatar bundan ko'rsatib turadi. Ikkita remi orqali harakatlanadi. Buni qatori esa 1 2 3 4 qator. Hashaydiki bilan 4 qator bo'ladi. Narigida esa 5 qator bo'ladi. Mononisi bilan 6 qator bo'ladi, hashay bilan. Maxsus chunki eniga 25 sm bu. Bunda ham xuddi shu ko'rinishda pachinnilar bilan jihozlangan bo'ladi. Bu endi 15 ta, 20 ta misol uchun chorvasi bor, jonlig'i bor xonadonlar uchun. Narigisi esa ko'proq chorvalari bor mini fermalarga tavsiya qilaveramiz. Katta kichikligida farqi bo'ladi. Bunda ham shu holat mana avtomatlar bilan jihozlangan. Buni ham o'z xohlagan joyga yoki o'ziga qatirib montaj qilib qo'ysanglar ham bemalol bo'laveradi. Zavod tarafdan berilgan shunaqa yopiq korpuslarda ko'rib o'tishingiz mumkin. Materiallari ham ancha qalin. Aka, buni necha xil rangligisi bor? Buni 88 kiloli, ya'ni 500 ga 24 modelligimizni 3 xil rangda yetib kelgan. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Svetofor qilib terib qo'yganmiz. O'zi ham sariq, yashil. Kimga qaysi rang tushib qolsa, mana shundan bo'ladi. Mana bu kattasi esa faqat bir xil rangda. Sariq. Bir xil rangda. Bu yeri mokri, qolgan joylari hamma joyi sariq bo'ladi bunkerlari. Narxlarini ham bir qator aytib o'taylik. Narxida ham farqi bor. Katta bilan kichkinani. Buni narxi 3 million 200 ming so'mdan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz. Bunisini esa 2 million 500 ming so'mdan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetkazib beramiz bunisini. Shunda 700 ming so'm farq qilyapti. 700 ming so'm katta kichikligida, ob'yomida farq qilyapti. Tushunarli. Xo'p, bularning narxi bir xil. Bulari xuddi shu kichkinani rangi yashili, misol uchun yashil rangmi shunaqa. Bunisi esa qizil. Xo'p, to'liq ma'lumotlar berdik deb o'ylayman. Mana sizlarga takliflarni, variantlarni ko'rsatdik. O'zingiz xohlaganingizdek qilib, ob'yomingizga qarab, chorvangizga qarab mana shunaqa sifatli texnikalarni xarid qilishingiz mumkin. Bau kompaniyasi Xitoydan birinchi qo'l mana shu sklatga mana shunaqa texnikalarni yetkazib beradilar. Qulaylik tarafi o'zimizda mutaxassislar bor. Qandaydir nimasigadir tushunmasangiz, o'zlari tushunchalarni berib, ma'lumotlarni beradilar qisqasi. Mana shu yerda o'zidan hamma muammolaringizga, mana shu ish bo'yicha hamma muammolaringizga javob topishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlarni olish uchun mana bu raqamlarga aloqaga chiqsanglar yoki bizning YouTube, Telegram, Instagram kanallarimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, mana shu texnikalar haqidagi har kunlik yangi ma'lumotlarni sizlarga ulashib boramiz. Endi bu 524 88 kilolikni ishlatib, tekshirib yurgizib beramiz. Bir qator mayin hashay chiqarishlarini va
donni qanaqa chiqarishlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, hozir quruq poya bilan jo'xori so'tasini ishlatib ko'ramiz. Undan avval quruq poyani setkasini solamiz. Undan tashqari mana 5 xil setka bo'ladi. Bu bonusi bilan 6 xil bo'ladi. Mana donga alohida, o'tga alohida, mana bunisi bilan 6 xil bo'ladi. Hozir bunisini ichiga qo'yib olamiz. Setka tushadigan joylari ham ikkita yo'li bo'ladi. Mana shu joydan solsanglar, mana birinchi yo'lida shuncha oshib qoladi, ozmuncha. Bunisini nariga, tepadagi yo'liga yo'lantirib olasizlar mana. Shunda oshib qolmaydi. Mana. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bittasi pastga tushadi, uzun setkalar esa tushib turib tepaga yana qaytib chiqadigan joylari mana. Mana hashay soladigan tomoni ochildi va hashay chiqadigan joyni ham ochib olamiz. Mana shu ikkala tunikachasini olib qo'yamiz. Mana hozir tayyorlab oldik. Bu kulchatirdan qo'shamiz va bu datchikdan ko'rsatib turadi. Necha tokka ishlatib foydalanayotganingiz mana. Mana endi qo'yalarda ishlatib ko'raveramiz. Mayilligini ko'rasizlar. Mana o'zi tortadi. Mana hurmatli chorva ishqibozlari, juda ham mayin qilib yuboradi. Umuman yog'och qolmaydi bunda. Juda ham mayin. Buni yegan hayvon oshiqcha energiya sarf qilmaydi. 2-3 marta chaynab bemalol yutaveradi. Ho'l poyalarni ham shunaqa silos darajada qilib Umuman yog'och qolmaydi bunda. Shunaqa mayin qilib beradi. Buni ustiga kepasib bersanglar ham bemalol yeyaveradi. Endi poyani chiqarib oldik. Somonlarni ham shu ko'rinishda mayin qilib chiqarib beradi. Jo'xori sotasi bilan chiqarib ko'ramiz endi. Undan avval setkasini almashtiramiz. Mana hozir hashayni chiqargan setkamizni tortib, mana bunisini qo'yib olamiz. Bu makka sotasi bilan chiqarib yuboradi. Mana hozir donni setkasini qo'yib oldik. Hashaynikini chiqarib, buni endi gaykalarini qatirib olamiz.
Bo'ldi, ana xudo xolasa chekalaridan chiqib ketmaydi. Bunga chiqarib ko'ramiz. Endi bu hashay kirdi chiqdilarini yopib, don tarafda ochib olamiz. Mana hozir hashay chiqaradigan joylarni yopib qo'yapmiz. Sababi don mahsulotlari bu yerdan chiqib ketmasligi uchun. Mana. Bu tarafidan faqat hashay mahsulotlar solinadi. Endi bu tarafdan mana don mahsulotlarini olib qo'yamiz mana. Makka, bug'doy, johor sotasi bilan bu tarafdan solinadi. Va eng tagidan tushadi. Qo'shamiz. Mana bu makka sodasi bilan chiqarib ko'ramiz. Ketdi. Mana bunu ustalarga ko'rsatib
o'lchab olish kerak, tonni chiqib olish kerak. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, Jo'xori sotasi bilan shu ko'rinishda qilib yubordi. Kepak holatda ko'rib o'tishinglar mumkin. Mana shu holatda mol yemaydi, bu aniq. Bu yog'ini parandachilikka misol uchun berishinglar mumkin bo'ladi. Sotasini yemaydi. Paranda ham, hayvon ham. Lekin mana shunaqa qilib ko'rinishda qilib bersanglar, hayvonga bemalol yoki parandachilikka ham suvga aralashtirib bersanglar bo'ladi. Asosiy chorvachilik uchun kimga shunaqa har xil turdagi sifatli drabilkalar kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin. Yoki bundan qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.